Yaramas xoin. Umring qamoqda chiriydi hali. Qalbaki pullar meniki edi, inspektor sohib. Nima deyotganingizni tushunyapsizmi, xonim? Ha. Pullarni Chiroqqa men bergandim. Ular qalbaki ekanini aytmagandim. Chiroq aybdor emas. Sevdiğim dert ortağımsın, hazanımsın, baharımsın. Sen benim tek varlığımsın. Yaxshi. Jinoyat sodir etganingiz uchun sizni hibsga olamiz. Ishonga nima qilyapsan? Seni qamashadi. Meni jazolasin, lekin sizga ziyon yetkaza olmaydi. Toki yoningizda ekanman. Sizni himoya qilaman. Balolardan asrayman.